Bugungi videomiz asosan bemorlar uchun, lekin yosh urolog androloglar uchun videoning oxirida juda ham foydali ma'lumot beraman. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizni kuzatib boruvchilar. Bugun spermogrammada pH ko'rsatkichining ahamiyati haqida gaplashamiz. Kuzatuvchilarimiz asosan bemorlar bo'lganligi uchun bu pH ko'rsatkichining aslida nima ekanligini, qanday hosil bo'lishini qisqacha tushuntirib o'taman. pH ko'rsatkichi bu suyuqlikning ishqoriy yoki kislotalik muhitini belgilaydi. pH odatda 7 ga teng bo'ladi. Bu neytral hisoblanadi. Quyidagi jadvalda ko'rib turganlaringdek. Agar 7 dan pastlab ketsa muhit kislotalik, yuqoriga ko'tarilsa ishqoriy hisoblanadi. Bu jihatdan spermogrammaning pH'i 7.2 dan 8 gacha bo'lishi kerak. pH aslida a'zolarimiz o'zini funksiyasini to'liq bajarishi uchun kerakli bo'lgan muhit hisoblanadi. Buni oddiy hayotiy misol qilib olganda, baliq suvsiz yashay olmagandek, to'qimalar ham o'ziga kerakli pH muhiti bo'lmaganligi uchun o'z funksiyasini bajara olmaydi. Spermaning pH'i Butun dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining 6-nashriga ko'ra, 2021-yilda chiqqan standartga ko'ra, spermaning pH'i 7.2 bilan 8 orasida, ya'ni yengil ishqoriy bo'ladi. Eyakulatning hajmi ekranda ko'rib turganlaringdek Kuper bezlari, boyaklar, prostata bezi va urug' pufakchasining sekretsiyasidan hosil bo'ladi. Urug'ning tarkibidagi pH muhiti spermatozoidlarni himoya qilish uchun, ya'ni uni harakatchanligini ta'minlash uchun ayol kishining qinining kislotalik 3.8 va 4.5 orasida bo'lgan pHni neytrallash uchun xizmat qiladi. Xuddi shu joyda pH ko'rsatkichini baland bo'lishligi va muhitning ishqoriy bo'lishligi urug' pufakchasini ishlayotganini ko'rsatsa, pH ko'rsatkichi past, kislotali muhit bo'lsa, prostata bezini ishlayotganini va urug' pufakchasini ishlamayotganligini ko'rsatadi. Agar aniq raqamlar bilan aytadigan bo'lsak, pH 7.2 dan past, spermaning hajmi past va muhitda fruktoza yo'q bo'lsa, urug' pufakchasining tug'ma rivojlanmaganligi yoki uning blokadasi va eng ko'p uchraydigan ikki taraflama urug' olib chiquvchi kanallarning rivojlanmaganligi haqida o'ylashimiz kerak bo'ladi. Shu joyda pH ning 8 dan balandligini ham aytib o'tishimiz kerak bo'ladi. Bunda muhitda leykositlar ko'p bo'lsa, hatto ba'zan eyakulatning hajmi ham yuqori bo'ladi. Bunda biz prostatit vezikulit kabi infeksiyalarni o'ylashimiz kerak. Agar shifokoringiz spermogrammani ko'rayotganda pH ni baholamasa, bu juda ham katta xato bo'ladi. Lekin pH ni o'zi bilan diagnoz ham qo'yib bo'lmaydi. Buni baholash uchun oldingi videolarimizda aytib o'tganimizdek hajmni, sonni, harakatchanlikni inobatga olish kerak va keyingi videolarimizda aytadigan fruktoza, alfa glikozidazalarni, leykositlarni inobatga olib diagnoz qo'yish kerak bo'ladi. Agar kerak bo'lsa, to'g'ri klinik tahlil qilinsa, pH bilan yuqorida sanab o'tganlarimni, bu ultratovushdan ancha ustun bo'ladi. Ultratovush orqali urug' pufakchalarining rivojlanmaganligi ageneziyasini yoki urug' olib chiquvchi kanallarning ageneziyasini bu testlar bilan bexato qo'yish imkoni bor. Shifokorlar uchun juda ham ixcham amaliy tavsiyani beraman. pH past bo'lsa, hajm past bo'lsa, 99% obstruksiya desangiz adashmaysiz. pH yuqori bo'lsa, leykositlar yuqori bo'lsa, infeksiyaga bemorni davolashingiz kerak bo'ladi. Agar sizda ham befarzandlik va eyakulatning qayeridadir muammo bilan qiynalayotgan bo'lsangiz, Qo'qon shahrida Hospital Zem klinikasiga murojaat qilishingiz mumkin.